Bir oy ro'za tutish organizm uchun quyidagi muhim foydalarni beradi. Birinchidan, hazm tizimini yaxshilaydi. Ro'za oshqozon va ichaklarga dam beradi. Hazm jarayonini yaxshilaydi va ortiqcha yog' to'planishining oldini oladi. Ikkinchi, yurak va qon tomir sog'ligini yaxshilaydi. Ro'za qon bosimini pasaytirishga, xolesterinni kamaytirishga va yurak kasalliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi. Uchinchi, immunitetni mustahkamlaydi. Ochlik vaqtidagi tanadagi yallig'lanish jarayonlari kamayadi. Immun tizimi mustahkamlanadi va organizm yangilana boshlaydi. To'rtinchi, vaznni nazorat qilishga yordam beradi. Ro'za tanadagi ortiqcha yog'larni eritishga va metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi. Beshinchi, miya faoliyatini yaxshilaydi. Ochlik vaqtida miya faoliyati yaxshilanib, diqqat va xotira kuchayadi. Stress va depressiya esa kamayadi. Oltinchi, tanani tozalaydi, ya'ni detoks. Ro'za davomida jigar, buyrak va limfa tizimi toksinlarni chiqarib, tanani tozalaydi. Ro'za organizmga tabiiy tiklanish imkoniyatini berib, jismoniy va ruhiy sog'likni yaxshilaydi.